Вы на табличке смотрите, 139, 140. Faberlik skolati. Ko'rishingiz mumkin qizlar. Mana sizga Faberlik mahsulotlariga ehtiyoj qancha ekanligini shu yerdan ham bilsangiz bo'ladi. Juda ham katta sklad. Ko'rishingiz mumkin. Qanaqa kuchli kompaniyada ishlaymiz, qanaqangi toza, ozoda, har tomonlama tovarni ehtiyot qiladigan kompaniyada ishlaymiz. Bundan ko'rishingiz mumkin. Odamlar bu joyi aylanib yurish uchun mashinada aylanib yurishdi. Peshkom yurib bo'lmaydigan darajada uzoqlikda va kattalikda bo'lgan sklad. Men hozir o'rtasida turibman. U boshini mana ko'ryapsizlar, videoda ham ko'rsatib bera olmayapman. Bu yoq boshini ham ko'pligini ko'rsatib bera olmayman. Juda ham katta sklad. Bu Faberlikni qanchalik ishlab chiqarilishi ko'p ekanligi va zo'r ekanligi va savdoga Rossiya ehtiyoj kattaligini bildiradi.